Qara, kelinga kun bermagan, kelin onasini chaqirib kelganda endi bu yoqda qaynana, bundoq turibdi bu yoqda qaynata, bu yoqda qaynsingil, qaynaka, qaynukalari, eri o'tiribdi Soloxmon. Biz sizga nima qildik kelin poshsha? Mana adasi o'tiribdi yonimda. To'g'rimi adasi? Nimadir dedingmi bu kelin poshshaga shu paytgacha deganini qara. Mana bir tomonimda qaynakasi o'tiribdi, mana bir tomonimda qaynsiz. Yo, sen nimadir dedingmi? Nimadir deyman kelinga deganini qara. Qara, kelin onasi bilan kelgandan keyin hammasi bir ovozda biz bilmadik kim, nima qildik, nimadir dedingmi deganini qara. Endi biz deb boshlagani qara, qaynatasini tursuyigacha yuvdirib ko't. Yo, biz hech narsa deganimiz yo'q. Biz kelinni juda ham yaxshi ko'rib hurmat qilamiz-ku deganini qara, qaynakasini. Bu yerda eri o'tiribdi, hech kimdan himoya qila olmaydi, xotin yezalak. Voy, biron nima deganim yo'q, men deyman senga, nimadir dedimmi? Xotin sen yaxshi ko'rsan deganini qara. Shu paytgacha xotinni itdan olib itga solganini Xudo biladi, xotini biladi faqat. Oxirida yana arsli qilib yig'lab ham beradi. Men ham qiynalganman vaqtida, rosa qiynalganman, lekin men kelinimga hali tegirmon toshing yurg'izgan joyim yo'q deganini qara. Sizga qaynanalik qildimmi? Sizga nimadir dedimmi? deganini qara. Gapirmagan gapingiz qoldimi oyijon? Desada. Kelin bechara ana o'shda yolg'onchi bo'lib qoladi. Ana 5 ta bo'lib ana ular kelin bamisoli farishta. Biz kelinga biron nima deymizmi? Kelinimiz bizning uyimizdagi omonatimizdir. Kelinimizni deb pirashkasini peshonamizga bosdik sendur kabi degani qara. Bu gapdan keyin kelin bechara yolg'onchiga chiqib o'sha tuhmat ham qilmay qo'ya qoladi.